qamoqxonaga nima keldi vada? Akangni kutyapmiz. Bu mani akam bormi? Qisibdir o'zi asabim chiqyapti. Neyni bu yoqqa kel? Shunda onamiz bittami? Dada, kechiring. Ha shuni boshida yetse bo'lardi-yu. Voy bolam, bolam. Baribir bozorning ovqatiga yetmaydi-a? Qisib o'tir, asabimga tegma. Ko'rlar bilan. Aka, Ha, nima tatuirovka oxirigacha chizilmagan? chizayotgan payti yarimdan keyin ozodlikka chiqarib yubordi. Sizmi? Tatuirovkachini. Nima qamalgan edi? Qattan bilaman, o'zidan so'ra. Hozir kelaman deb 15 yilda keldi mana. Qarochi, dadamning mazasi yo'q edi. Men sopazog'idim. Amakimning mazasi yo'q edi. Doriga chiqdimda, keyin milisa ushladi, qamadi. Nima shunga qamadimi? 3 kilo edi u. To'g'ri qamabdi-da. Gutti hayotingni rasvo qilding. Afsan. Nima bor, mana shuni bo'yniga tiqib qo'ygani. Mani ismim Shoqobiddin, bu mani birinchi bokal viski. Tepmidi menga. Mani ismim Shoqobiddin, bu mani oxirgi bokalim. Mani ismim Fozil, bu mani birinchi bokalim. Tur. Tur. Bu mani вечеринкadagi birinchi bokal. San og'zingni yirtarkan. Kim? Men? Меня зовут Аладдин, это мой первый бокал. Men Samarqanddanman, meni otim O'tkir. Bu meni birinchi istaganim. Men Toshkunli. Men povutni beringlar. Mani ismim Shahlo, bu mani hayotimdagi birinchi bokalim. Bitta to'g'an malistu, alasan. Mani ismim Sarvar, bu mani birinchi bokalim. Mani ismim Sarvar, bu mani oxirgi bokalim. Men telebashni tagida turaman. Mani ismim Dona, bu mani birinchi bokalim. Mani ismim Ma'ruf, bu mani birinchi bokalim. Mani ismim Umid, bu mani birinchi bokalim. Qachon bu mani mashinamda? Aka, men taksiman. Sizga qatga? Sog'indim seni, ey. To'g'ri bo'lsin. Ya. Yur aylanamiz parkka. Hello, it's me. Xalat sevib yuribman. Uylanmasam bo'lmaydi. Sultana kalbimin boşiye. Mekan oyi. Divan bir qo'yibsizlar-da. Tushunmadim. Ha. Qizingizga sovchilikka keldim. Siz yosh ko'rinasiz. Qizimnikin 40 ga kirgan. Ha, yo'q-e. Bo'lmasa, Kim olsa qizimni mana shu shunga qoladi. bo'lmasa buncha yosh bo'lding, mana shu zo'r chiroyli qiz-ku. 18-ku, 18 yosh. Nima ish qilasiz o'zi? Endi nima ish desa shuni qilaman, onajon. Qizimni o'zi nima deydi?
Bilmasam. Endi qizim bir fikrga kelmayapti. Voy yo'q, oyi, yo'q deya olmaysiz. Nimaga? Sho'rbodirni yegim kelyapti. Qo'ying, bitta tuqqan bodring Kun nima bugun? Juma. Ani ilonmas, pilonmas, Tom Hardy, Mom Hardylaring ham bugun men bilan Ko'chavali bilan ko'rishaman deb niyat qilib yurgan. Demak bugun bo'sh ekanmiz, to'g'rimi? Bo'ldi, hammani yig', sastab, mastab, tudim, Toshkentlik kuyovjo'da gaplashgan, bugun uylanib boramiz. Nagili to'yim bo'ladi, davay gaplash. Bugun Ko'chavalini to'yi, men o'ylayman. Bu Toshkentlik. Qana yo'l. Hey! Bir kunga Toshkentlik bo'lib tursang hech nima qilmaydi. Libboy so'ragan odamga Ko'chavali ayttirib qo'y bo'ldimi? Bu naqadi maxuz. Ha. Bugun o'zim meni ham to'yim edi, lekin Ko'chavalini ham to'yi bugun ekan, o'shanga atmay qilib keldim. Ben qizim bilan urishdim. Ha? Ko'chavalini to'yiga bormaysiz edi. Qanaqa borib to'yiga kaltiyman o'ndim. Urishdimi? Keldim. Ah, bugun Amerikaga vizam chiqdi, lekin Ko'chavalini to'yi ekan, kelishga majburman. Men o'zi Samarqandlikman. Ko'chavali aka bugun menga propiska berdi. Toshkentlikman. Nima bo'pti? Ey, ishoninglar, umrimda galstuk taqmagan bo'laman, lekin Ko'chavali taqtirib qo'ydi. Bugun 5000 dollarlik reklamam bor edi, lekin Ko'chavalini to'yi atmay qo'yardim. Alo. Assalomu alaykum Ma'ruf aka. Kelyapsanmi? Uzr Ma'ruf aka, sizda bitta gapim bor. Xo'p, kelib ayt shuni. To'xtang. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ma'ruf aka, uzrmas. Bitta gap aytish uchun Gapni nima qilasan? Qo'y keyin qo'y buni salatdan salatdan keyin eshitaman, nima qochib ketyapsizmi? Ma'ruf aka, bu muhim gap. Sizga aytmasam bo'lmaydi. Yeyur, keyin aytasan shu gapni, sen yeyur. Bu vag'urcha zo'rda bu. Desertdan ol, desertdan. Rahmat, bugungi kun uchun zo'r bo'ldi. Shu boyadan beri gapim bor deysan, ayt qanaqa shu nima ekan shu bunday zarur emasdir, Uydagilarim sizga bera olmas ekan. Xafa bo'lmang, xo'p? Tur yo'qmi? Tur yo'qmi? Shuni boshida aytsang bo'lardi-ku. Aytishga qo'ymadingiz-ku. Madi, bo'shmisan, bir ko'rishmaymizmi? Assalomu alaykum. Yaxshiyam o'zingiz telefon qilib qoldingiz. Sizda zarur gapim bor edi. Uf, Vazir opa sanatoriyadan chiqqan ekanmi? Assalomu alaykum. Suv bering, ikkita. Nimaga ikkita suv oldim? Axir u meni tashlab ketgan-ku. Da, siqilib ketdi. Aka, sigaret bering. Bir zum to'xta. Hayır, bunu o'zimga oldim-ku. Katrina, kayf qilib sovuqda o'tiribsizmi? Ikkita kofeni olib menga. Baribir unutmabsiz-da, asalim. Sokin tun, angladingmi bugun? Uni nima, Men siz emas, yigitim kutyapman. Ha, yigiting kutyapsanmi? Qaysi kofeni yigitingga berasan? Bunisini. Keling ham tez kelgin, parkovkani oldiga. Bitta joyga boramiz. Silim, tuzumisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum salom. Qalaysiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Qalay bo'lyapti endi ishlar, ha? Voy Toshkentlik. Voy, adasini qo'yasizmi? Uzr, eshitolmay qoldim. Toshkentliklar bitta gapiradi-yu, Zinim. Ming bor uzr, eshitolmay qolganim uchun. Atay muomalangiz yaxshigina ekan, mehribon. Malika ismim, mehribon emas. Malikamisiz? Variantga telefonlarni hech pul bo'lyapti. Ko'rib turgan joyingiz Sokin Diyor turar joy majmuasining sotuv bo'limi. Nima diyor? Sokin Diyor. O'zini mahalladagi diyormi? O'zi bola sokin yuradi-da, sekin dom qurib-yoribdi-da. Bizning manzilimiz Yashnobod tumani, Farg'ona yo'lining yonida. Shu zo'ru, ha? Faqat fazla gaplaylu. Ushbu xonadonlarimizni boshlang'ich 30% orqali xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi loyihamizni 2026-yilda 100% bitkazilib, o'z egalariga topshiriladi. Nech foiz? 30%. Bir pochka ekan-da. $10,000 demoqchimisiz? Yo'q, pochkani sotib.
Azil mehribon. Ye, ma'rifmi? Ma'rif. Ibi, ma'rif, juda yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsanmi? Qalaysan, ko'rinmaysan. Buving, binglar san hamma so'rayapti jura. Qachon borasan bu qishloqqa? Borda bunday bizani hamma so'rab kutib o'tiribdi. Sen yo'q bo'lib ketding-ku Toshkentlarga. Men sen olib shira ko'rib qo'yganim yaxshi bo'ldi jura. Ha? Nima bo'ldi? Mehribon? Qisman tello bo'ldi.